Assalomu alaykum, qadrli ustozlar va o'quvchilar va qadrli abituriyentlar. Sizlar bilan hozirgi videomizda 17-iyul 2026-yil 1 va 2 smenalarda asosiy blokda tushgan savollarning yechimlarini qilamiz. Demak, birinchi savolni boshladik. Xo'p, shartda hisoblang debdi. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda 1 dan boshlab 300 gacha savollar ketgan. Endi e'tibor qilsak, bu yerda -2 qo'shilgan 2, -3 qo'shilgan 3 ketyapti va hokazo shunaqa ketyapti. Oxirida ham mana e'tibor qilsak, -299 qo'shilgan 299 ni o'zi. Demak, e'tibor qilsak, mana shular ketma-ket bir-biriga qo'shilib 0 bo'lib ketaveradi-da. Bizda qoladi faqatgina nima? 1 ayrilgan 300 ni o'zi. Bu bizda -299 ni beradi. Javobimiz demak B kalit bo'ladi. Xo'p, keyingi ikkinchi savolimiz hisoblang debdi bunda ham. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi, faqat boshqacharoq. 1 dan 200 gacha savollar ketma-ket, bitta ayirish, bitta qo'shib bo'lib ketyapti. Ikkita sherik qilib qaraymiz. E'tibor qilsak, mana bu -1 bo'ladi. Mana bu ham -1, bu ham -1. Va hokazo shunaqa ketaversak, ikkita juft qilsak -1 bo'ladi-da. Demak, 200 gacha 200 ta son bor. Juftlik qilib olganimiz uchun 100 ta bo'ladi. 100 tani hammasi -1 dan bo'ladigan bo'lsa, 100 karra -1 ga tengda bu yig'indi. Demak, bu -100 ga teng bo'lib qoladi. Demak, javobimiz C ekan. Endi 3-savol. Mana shu soni 15 ga qolliqsiz bo'linadi, deyapti. Shunga ko'ra A + B ni eng katta qiymatini toping debdi. Demak, 15 ga bo'linsa, biz 15 ni nima deymiz? 3 ko'paygan 5 deyishimiz mumkin. Demak, bu son bir vaqtda 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak ekan. 5 ga bo'linishidan bizada B da ikkita holat bo'lishi mumkin bo'ladi-da, ya'ni B teng 0 va B teng 5 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi ikkala holatda 3 ga bo'linishini ko'rishimiz kerak. Demak, birinchi holatda B teng 0 holatni ko'ramiz deb qarasak. B teng 0 bo'lganda shu paytda sonimiz 248 A 0. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu sonim 5 ga bo'linishi aniq, 3 ga bo'linishi kerak. Shuni tekshirishim kerak. 3 ga bo'linishini tekshirishim uchun raqamlar yig'indisini ko'raman. 2, 4, 6 bo'ladi, bu bo'linib ketadi. Demak, 8 qoladi. Xo'p, 8 qo'shilgan A ni o'zi qoladi. Mana shu bizada 3 ga bo'linishi kerak bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, A imizni ixtiyoriy demak 8 ni 3 ga bo'lsak 2 qolliq qolsa, A ni 3 ga bo'lganda 1 qolliq qoladigan qilib tanlashimiz kerak. Yig'indi kattaroq bo'lsin degan, shu uchun birdaniga kattaroq qilib tanlayman. 3 ga bo'lganda 1 qolliq qoladigan eng katta son bu yerda demak 7 bo'ladi. 7 qilgan paytim bu paytda yig'indi nima chiqadi? A + B im menda 7 chiqadi. Endi javoblarga qarasak, bundan kattaroq turibdi. Demak, ikkinchi holatda bo'lishi aniq. Demak, B ni 5 holatda qarasak, bizada sonimiz qanday bo'ladi? 2408 A 5. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi sonimiz. Demak, buni 3 ga bo'linishini qarashimiz kerak. Bu bo'linadi dedik 6 bo'lib, demak 8 qo'shilgan 5 bo'ladi. Xo'p, 8 qo'shilgan 5 bizada 13 ni beradi. Demak, 13 qo'shilgan A. Mana shuni 3 ga bo'linishini qarashimiz kerak. 13 dan 12si bo'linadi, 1 qoladi. Demak, A ni 3 ga bo'lganimizda 2 qolliq qoladigan qilib tanlashimiz kerak. 3 ga bo'lganda 2 qolliq qoladigan eng kattasi 8 birdaniga tanlayveraman. Demak, B 5, A 8 bo'lganda eng katta qiymat bo'ladi. A qo'shilgan B bu paytda xo'p, nimaga teng bo'ladi? 13 ga. Demak, mana shu to'g'ri keladi. Javobimiz demak B bo'lar ekan. Xo'p, 4-si aniq integralni hisoblang degan. Demak, juda ko'p integral tushdi. Buni yechimiga e'tibor qilamiz. Xo'p, buni o'zgartirish kiritib yechamiz. Ya'ni x qo'shilgan 3 mahrajida mana shuni qandaydir t deb belgilayman. Endi e'tibor qilamiz. Ikkala tarafdan hosil olamiz. Ya'ni x + 3 dan x ga bog'liq, t dan t ga bog'liq hosil olamiz. Bunda x dan hosilar 1 bo'ladi, 3 dan 0. Bu degani dx ni o'zi qoladi. Ya'ni 1 karra dx bo'lib qoladi. 1 ni yozishimiz shart emas. dx x ga bog'liq hosilar degani. T dan endi hosil olsak t ga bog'liq, bu ham 1. Demak, dt ni o'zi bo'lib qoladi. Endi chegaramiz ham o'zgaradi. Ya'ni t1 tenglik va t2 tenglik deymiz. Nimaga?
Chunki biz yangi o'zgaruvchi kiritdik-ku. O'zgaruvchi bizada -2 dan -1 gacha chegara x uchun tegishli. Mana bu integrallar. Endi o'zgartirish kiritganimizdan keyin t ga o'zgartirib olishimiz kerak. Bu qanday topiladi? Demak, x ni o'rniga -2 ni qo'yamiz. Bir marta -2 ni qo'ysam 1 bo'ladi. -1 ni qo'ysam nima chiqadi? X ni o'rniga -1 qo'shilgan 3 2 chiqadi. Demak, t uchun chegaram 1 dan 2 gacha o'zgarar ekan. Integral, demak, dx ni o'rniga dt ni o'zini qo'yaversam bo'lar ekan. Taqsim x plus 3 ni joyiga biz t ni qo'yamiz dedik. Demak, t ni 4-chi bo'ladi maxraji. Endi chegaramiz nima bo'ldi? 1 dan 2 gacha o'zgardi. Bo'ldi. Mana shu integralni hisoblab qo'ysak yetadi. Endi t ni 4-chisini biz t ni -4-chisini deyishimiz mumkinmi? Mana 1 dan 2 gacha dt. Endi bu oddiy darajaniki bo'lib qoldi. Darajasiga 1 qo'shiladi -3 taqsim -3. Demak, 1 dan 2 gacha. Barobar. Xo'p, bu degani 1 daniga mana bunday qilib yozsak, xo'sh, 1 taqsim 3 t kub bo'ladi-da. Mana. Endi hisoblash yaxshiroq. 2 ni qo'ysam demak 1 taqsim xo'p 3 kara 2 ni kubi, ya'ni 3 kara 8 bo'ladi 24. Demak, qo'shishga aylanadi keyin. O'rtada ayirish bo'lgani uchun o'zi minusi bilan 1 ni qo'ysam 1 taqsim 3 ni o'zi. Demak, bunga 8 tadan bersam, xo'p 8 taqsim 24 bo'ldi. 7 taqsim 24 chiqadi. Demak, javobimiz bizada A kalt bo'lar ekan. Bu ko'rinishdagi integrallar mana shunday o'zgartirish kiritib yechiladi. Xo'p, keyingisi 5-chisi aniq integralni hisoblang degan bunda ham. Demak, bu savolni o'zi xo'p yechimini qildik. Avvalgi kunlarda tushdi. Faqatgina chegarasini o'zgartirib qo'ygan. Endi mayli, baribir yana ko'ramiz. Xo'p, qanday qilamiz? Quyidagicha qilib olsak. Yana quyidagicha qilsak. Xo'p. Integral pi taqsim 12 pi taqsim 4 gacha. Xo'p, x ko'paygan kosinus kvadratni daraja pasaytiraman. Ya'ni 1 plus kosinus 2x taqsim 2 deyman. dx bo'ladi. Barobar. Endi hadma-had ko'paytirib chiqsak, integral pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha bo'ladi. Xo'p, x 1 taqsim 2 ga ko'paysa x taqsim 2 qo'shilgan. Bu yoqda demak x kosinus 2x xo'sh taqsim 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? dx. Mana shunday bo'ladi. Endi davomi x taqsim 2 dan oddiygina olsak bo'ladi. X kvadrat taqsim 4 pi taqsim 4 pi taqsim 12. Endi buni aniqlash mumkin. Bizada faqat murakkab qoladi mana bu. Pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha x kosinus 2x taqsim 2 dx. Mana shu murakkab bo'lishi mumkin. Bu endi oddiy hisob kitob bo'lib qoldi. Mana shuni hisoblab olishimiz kerak. Endi mana buni hisoblab qo'yaylik birinchi. Pi taqsim 4 ni birinchi qo'ysam, pi kvadrat taqsim xo'p 4 ni kvadrati 16 bo'ladi. 4 kara 16 da minusda xo'p keyingisi pi kvadrat taqsim 4 kara xo'sh 12 ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni 144. Mana shu. Qo'shilgan mana bu integralni qanaydir i deb belgilab olamiz. Bo'ldi. Endi xo'p buni hisoblash mumkin. Xo'sh. Demak, mana bu 4 ni kvadrati edi. Bu 12 ni kvadrati. Buni ham 4 kara 3 ni kvadrati desam, 4 ni kvadrati kara 3 ni kvadrati bo'ladi. Demak, bunga 3 ni kvadrati, ya'ni 9 ni umumiy maxraj qilib bersam hisoblab bo'ladi-da. Barobar. Xo'p, 9 tadan bittasi ketsa 8 ta qoladi-da. 8 pi kvadrat taqsim umumiy maxrajim demak 4 kara 4 ni kvadrati ko'paygan 3 ni kvadrati bo'ladi. Endi 8 bilan 4 qisqarsa 2, bu bilan qisqarsa 8.
qo'shilgan i deymiz, yaxshi tenglik. Xo'p, 8 kere 9 72 qoldi-da. Pi kvadrat taqsim 72 bo'ladi. Qo'shilgan i. Demak, endi i ni hisoblab olishimiz kerak. Xo'p. Endi joy kamligi uchun mana bunday qilaman. Xo'sh. Buni mana bu yoqlarni o'chirib olamiz. Demak, mana bu yerga yozib qo'yaman. Pi kvadrat taqsim 72 bo'ldi. Qo'shilgan bizada i qolgan edi. i'imiz demak integral pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha. Xo'sh, x kosinus 2x taqsim 2 edi. dx. Endi buni hisoblaymiz. Xo'sh, endi buni ham o'chirsak bo'laveradi. Xo'p. Endi bu qanday hisoblanadi? Chegarasiga ishimiz yo'q hozircha. Shunchaki o'zini hisoblaylik. Ya'ni x kosinus 2x taqsim 2 ni. Buni bo'laklab topishimiz mumkin. Demak, qanday qilamiz? U deb x ni olsak, xo'p, x taqsim 2 deylik mayli. Du ikkala tomondan hosil olingani bo'ladi. Bu x dan 1 bo'lsa 1 taqsim 2 dx ga teng bo'ladi. Endi dv bo'ladi. dv ga qoladi kosinus 2x ni o'zi. dx. V ni topsak integral olishim kerak. Kosinusdan integral sinus bo'ladi. 2x 2 ga bo'lib qo'yaman mana. Demak, formulaga qo'ysak uv bo'lyapti. Bu x kara sinus 2x taqsim 4 degani minus integral v du. Mana dx bo'ldi. Barobar, demak bu x sinus 2x taqsim 4 ekan. Minusda integral sinus 2x taqsim demak 4 dx bo'ladi. Endi davom ettirsak, xo'p, sinus 2x taqsim 4 niki ham oddiygina chiqadi endi. X sinus 2x taqsim 4. Xo'sh, minus sinusdan bizada minus kosinus integral, demak mana buni plus qiladi. Kosinus 2x taqsim yana 2 bo'lish bo'lib o'tsa mana bu 8 bo'ladi. Demak, mana shunday bo'ladi. Xo'sh, bizada integrali. Endi buni nima qilamiz? Chegarasi qo'yilganini topsak. Xo'p, chegara birinchi pi taqsim 4 ni qo'ysak, pi taqsim 4. Xo'p, sinus demak nima bo'ladi? Xo'p, birdan yozib ketaylik, joyimiz kamroq chunki 2x bo'lsa pi taqsim 2 da sinus 90 gradusda 1 ga teng. Demak, pi taqsim 4 ni o'zi bo'ladi 4 qo'shilgan kosinus pi taqsim 2 ni 0 bo'ladi. Chunki 90 gradusda bir-birini to'ldirish kerak birga, 0 bo'lib ketadi. Ayrilar ekan endi pi taqsim 12 ni qo'yganimiz. Pi taqsim 12 taqsim to'liq 4 ko'paygan. Sinus 2x imiz endi pi taqsim 6 ga aylanadi-da. Pi taqsim 6 bizada 1 taqsim 2 bo'ladi sinusda. Xo'sh, qavsga olaylik chunki birga qo'shilgan kosinus pi taqsim 12 degani kosinus pi taqsim 6 ga o'tadi. Bu ildizda 3 taqsim xo'p 2 bo'lsa mahraj bilan 16 bo'lib qoladi. Mana barobar. Endi pi taqsim 16 bo'lyapti. Ayrilgan pi taqsim 12 kara 8 da 96 minusda ildizda 3 taqsim 16 bo'ladi. Endi barobar mana bunga 6 tadan umumiy mahraj bersak 96 ga keladi bu ham. 5 pi taqsim qo'sh 96 minus ildizda 3 taqsim 16 bo'lar ekan.
Endi bu i ga qo'shilib qo'yilishi kerak edi mana bu yerda. Pi kvadrat taqsim 72 qo'shilgan. Qo'yish mana shu narsani qo'shamiz endi. 5 pi taqsim 96 minus ildizda 3 taqsim 16. Xo'p, ana endi barobar. Xo'sh, buni soddalashtirishimiz kerak. Javoblarga qarasak, hammasini maxraji 288 ga keltirilgan. Demak, 288 umumiy maxraj bo'lsa kerak bular uchun. 288 kelsa mana bunga 4 tadan berish kerak bo'ladi. Bunga esa 3 tadan to'g'ri keladi. Bunga esa xo'p 288 18 tadan to'g'ri keladi. Endi xo'p javob 4 pi kvadrat plus demak 15 pi bo'ladi minus 18 ildizda 3 taqsim 288. Mana shu javob bo'lib qoladi demak bizada. Endi bunaqa javob bormikan? Xo'p, bu javob 4 pi kvadrat plus 15 pi minus 18 ildizda 3 taqsim 288. Mana A javobda turibdi. Demak, bu savolning yechimini o'rgandik. Ishi juda uzoq davom etadi, lekin qiyin emas. Nima bo'ldi? Qaytib o'rgatib o'taman. Kosinus kvadratni bitta daraja pasaytirdik, ikkitaga ajraldi. Birinchisi ajralgan qo'shiluvchi oddiygina chiqdi. Ikkinchi integrali bitta bo'laklashda chiqyapti. Bu yo'q hisob kitob uzun bo'lib ketdi, tamom. Xo'p, keyingi 6-savolga o'tamiz. Demak, ABCD teng yo'lli trapetsiyada degan, mana chizma teng yo'lli dedi. Mana xo'p, AB bilan CD o'nga teng. Mana o'ng degan. Xo'sh, BC ni 8 deyapti. BC 8. Xo'sh, AD 20. Mana trapetsiya balandligini toping degan bo'ldi. Demak, mana shu chizmadan foydalanib balandlikni topishimiz kerak. H. Xo'p, mana bu kesma bizada 20 dan 8 ni ayirib 2 ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Demak, 20 dan 8 ni ayirsak 12, 6. 16 demak H ni 8 ligi ma'lum. Demak, javob B bo'ladi. Xo'p, 7-savol. Integralni hisoblang degan bunda ham. Xo'p, bu savol qanday ishlanadi? Bunga e'tibor qilamiz. Sinus x bor, kosinus x bor va LLlik funksiya bor. Har xil funksiyalar. Har xil funksiyalar kelsa integralda e'tibor beramiz. Yoki bo'laklab yechiladi, yoki o'zgartirish kiritib yechiladi. Yoki ikkalasi ham bo'lishi mumkin ichida. Demak, qaraymiz. Bo'laklab chiqsam nima bo'ladi? Buni sinusni olsam, ln kosinus taqsim kosinus x dan hosilasi ham integrali ham murakkab. Xo'p, ln kosinus x ni hosilasini qarasam, tangensni integrallaman desam, u ham murakkabroq. Shu uchun demak nima qilamiz? Mana bu sinus x ni olamizda differensialga kiritamiz. Sinus x nima bo'lib kiradi? Minus kosinus bo'lib kiradi. Demak, minus kosinus bo'lib kirsa, mana shuni pi taqsim 6 0 bo'lsa, minusni oldiga chiqaramizda nima bo'ladi? ln ildizda kosinus x bo'ladi. Taqsim kosinus x. Bu yoqda d integral olib kiritdik. Minus kosinus bo'ldi. Kosinus x ni 100 bo'lib kiradi. Barobar. Demak, xo'p, endi kosinus x ni t deb belgilasak, chegaralarni yana o'zgartirishim kerak-da. Chunki x uchun, kosinus uchun o'zgartiraman endi. Bir marta 0 ni qo'ysam nima chiqadi? 0 ni qo'ysam 1 chiqadi, to'g'rimi? Xo'p. Endi ikkinchi chegarasi pi taqsim 6 ni qo'ysak, kosinus pi taqsim 6 da yana 30 gradusda, ildizda 3 taqsim 2 ga teng. Bo'ldi. Demak, yozishim mumkin endi. Integral minusni ta'sir qildirsak, ana bu chegarani o'zgartirib qo'yaman joyini. Demak, hozir bizada 0 ni qo'ydik, 1 chiqdi. 1 dan ildizda 3 taqsim 2 gacha bo'ldi-ku. Shuni ildizda 3 taqsim 2 dan 1 gacha deymizda. Xo'p, ana endi tushunarli bo'ldi bu joyi. Minusni shunga ta'sir qildirsak,
Xo'p, chegara teskari o'rni almashib qoladi bo'ldi. Ta'sir qildirsak. Endi o'rniga qo'ysak. Elen ildizda xo'sh, kosinusni joyiga t qo'yamiz, mana bunday bo'lib qoladi. Bu yoqda esa t ni o'zi. D kosinusni o'rniga yana t bo'lib qoladi. Endi e'tibor qilamiz bu yerda. 1 taqsim t kira elen ildizda t deyish mumkin buni, to'g'rimi? 1 taqsim t ni yana integral ichiga kiritaman. Differensial ichiga kiritaman. Shunda elen ildizda t qoladi bu yoqda. 1 taqsim t dan integral nima bo'ladi? Elen t. Xo'p, d qo'yaylik mana bu yerga. D elen t bo'ldi. Endi mana bu elen ildizda t nima deyish mumkin? Biza mana bunday deyishimiz mumkinmi? Logaritmni xossasidan buni 1 taqsim 2-si deb uni oldinga chiqarib mana bunday yozishim mumkin-da. To'g'rimi? Endi elen t ni yana belgilashga kiritib olsak. Elen t ni misol uchun keling y deb belgilasak. Xo'p, chegarani qo'ymaylik hozircha. Integral y taqsim 2 dy bo'lib qoldimi? Mana oddiygina. Endi y ga bog'liq bo'ldi bu. Bundan olsak y kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Bunga y ni joyiga o'zini keltirib qo'yamiz. 2 marta almashtirish chalkashtirib yuboradi. Xo'p, y ni keltirib qo'ysak, ln kvadrat t taqsim 4 bo'lar ekanda. Shunga 1 taqsim 1 bilan ildizda 3 taqsim 2 ni qo'yishimiz kerak. Endi xo'p, 1 ni qo'ysam 0 bo'lishini bilamiz. Demak, minusda ln kvadrat ildizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim 4. To'g'rimi? Bu demak javob bormi? Mana shu javob bo'ldi. Qidiramiz. ln kvadrat ildizda 3 taqsim 2 minus 1 taqsim 4 mana bor ekan. D javobda turibdi. Tushunarli bu? Demak, tushuntirib o'taman chunki ancha ko'p ish bo'lyapti bu savollarda. Sinus x ni differensialchiga kiritdik. Mana kosinus x bo'lib kirdi. Kosinus x ni belgiladik va o'zgartirdik chegarani o'shanga mos. Keyin yana bir marta 1 taqsim t ni differensialchiga kirdik. ln t bo'ldi. ln t ni belgiladik. Logaritmga bog'liq, keyin oddiy bo'lib qoldi mana bu integral. Keyin hisoblab o'rniga keltirib qo'ydik. Chegaralar hisoblab qo'yildi, javob chiqdi. Demak, salgina ishi ko'proq integrallar. 8-savolga o'tamiz. Xo'p, ayirmasini oxirgi raqamini toping debdi. Bu demak, oxirgi raqam bilan bog'liq 7 ni oxirgi raqamini qarasak, 7 da nechta davr bor? 7 ni o'zi birinchi darajasi 7, ikkinchisi 9, 9 kere 7 3. Demak, 4 ta bo'ladi. 2028 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiqdagi holatga tushadi. 2028 ni 4 ga bo'lsa qoldiq qolmaydi. Demak, oxirgi holatga tushadi bu. Oxirgi holat 7 kere 7 9 bo'ladi. 9 bilan 9 ni ko'paytmasiga to'g'ri keladi, ya'ni 1 minus ayiramiz. Demak, 2029 ni 2031 deyapti. 9 da 2 ta davr bor edi. Xo'p, 2031 ga bo'lsak, demak, bunda 28 bo'lindi. 3 ta ziyodi bo'lgani uchun 1 qoldiq qoladi. 9 ga to'g'ri keladi. Endi e'tibor qilamiz. Qaysi kattaligi ham muhimda. 2027 ni 2028-darajasi, 2024 ni 2031-darajasi. Ham asosi katta, ham darajasi katta. Demak, mana bu kattada. Demak, bundan buni ayirishim kerak bo'ladi. Minusda chiqadi javob. Nimadir? 9 dan 1 ayriladi. 8 bilan tugaydi. Tushunarli? Bu yerda ko'pchilik mana buni katta deb hisoblaganda 11 dan 9 ni ayirib qo'yib 2 bilan tugaydi deb qo'ygan. Shu javobda ham shunaqa ketgan. Demak, unaqa bo'lmaydi. 8 bilan tugaydi. Tushunarli? 9-savolga o'tamiz. Demak, ABCD to'rt burchakda AD tomonni o'rtasi bo'lgan K nuqtadan BM kesmaga perpendikulyar qilib KN kesma o'tkazilgan. Agar AK 3, KN 2 va CM 2,5 bo'lsa, ushbu ABCD to'rt burchak uzun toping debdi. Xo'p, demak, buni yechish uchun mana bunday qilamiz. Demak, mana bu K nuqtadan mana bunday
perpendikulyar o'tkazsak, mana bu yer 90 bo'ladi. Demak, mana bu yer ham 90. Endi mana bu masofachani x deb belgilaylik. Qolganini mana bu yerni y deb belgilaylik. Bizda demak mana bu burchaklar umumiy bir xilda. To'g'rimi? Xo'p, mana bu yer ham esa 3. Demak, bu yog'i ham 3 degan. Endi mana bunga e'tibor qilsak, mana bu uchburchak bilan kattasiga e'tibor qilsak, xo'p, ikkalasi o'xshash va mana bu o'rta chiziq bo'lib qolyapti. O'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, x nima bo'ladi? 2,5 ni kvadrati. Ya'ni 5/4 bo'lib qoladi-da shunda. X topildi. Endi y ni topishim kerak. Endi e'tibor qilamiz. Mana burchak bilan mana burchak o'zaro bir xil bo'ladi. Demak, shunda nima bo'ladi? Xo'p. Mana bu uchburchakda qora mana burchak qarshisida 3 yotibdi, to'g'rimi? O'xshashlik qilamiz. Bunda qorani qarshisida qaysi yotibdi? 2 yotibdi mana. Demak, 2 ga nisbati teng bo'ladi. Endi to'g'ri burchagi qarshisida nima yotibdi buni? Buni to'g'ri burchagi qarshisida xo'sh 3 ni kvadrati qo'shilgan. Demak, 5/4 ni kvadrati bo'ladi-da, to'g'rimi? To'g'ri burchakli uchburchak qilsak mana shu yotibdi. Taqsim, demak, buni to'g'ri burchak qarshisida y yotibdi mana. Demak, bundan y topish mumkin-da. 3/2 tenglik, demak, uni hisoblasak 9 qo'shilgan 25/16 bo'ladi. Xo'p, taqsim y. Endi 3/2 tenglik 9 kara 16, demak 9 kara 6 54, 5 qoldi 144 bo'ladi. 25 ni qo'shsak, demak 169 da. Undan 13 chiqadi. 13/4 y bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqyapti. Mana buni o'zini yozishim mumkin. 13/4 y ga mahrajga tushirib. Xo'p, 12 y im teng bo'lar ekan nimaga? 2 kara 13 ga. Bu bilan bu qisqarsa 6 bo'ladi. Y ni topsak, demak 13/6 chiqadi. Xo'sh, endi mana bu tomon x qo'shilgan y edi-da. X qo'shilgan y topib olsak, AB tomonimiz chiqadi. Bu tomon o'z oltiligi bor. 100 ga ko'paytirib qo'yamiz-da, keyin 100 dan so'ragan-ku. Demak, 13/6 ga qo'shaman nimani? 5/4 ni. Xo'p, mana bunga 2 tadan, bunga 3 tadan beraman. 26 qo'shilgan, demak 15 da. Taqsim. Xo'sh, 6 kara 2 12. Bu demak bizada 41/12 ni beryapti. Bitta tomon chiqdi. Endi 100 ni topsam 41/12 ko'paygan, demak bu tomoni 3 ga 3 6 bo'lib qoladi. Barobar. Bu bilan bu qisqarsa 2, demak 41/2 bo'lib qoladi. Bu bizada 20,5 ga teng. Demak, mana. Bu ham chiroyliroq savol ekan. Demak, javobi C varianti 2 dan 1 deb bergan. To'g'ri kelaveradi. Keyingi 10-savol. Bir guruh do'stlar choyxonada uchrashishdi va umumiy hisob 120 ming so'm bo'ldi. Ular ushbu pulni o'zaro teng taqsimlab to'lashga kelishishdi, biroq ulardan 3 kishida pul yo'qligi ma'lum bo'lgach, qolgan do'stlar rejalashtirilgandan 40 ming so'mdan ortiqcha to'lashga majbur bo'lishdi. Do'stlar sonini toping degan. Demak, xo'p, misol uchun x kishi bo'lsin. X kishi bor va har bir kishi qandaydir p so'mdan berishiga to'g'ri keldi deylik. Shunda bizada x kara p imiz 120 mingga teng bo'ladi-da. Endi e'tibor qilamiz. X kishidan 3 kishi bermayapti. X minus 3 kishi pul beradi-da. Ko'paytiramiz. Pul 40 ming so'mdan ziyod berishga to'g'ri kelyapti, deyapti ana. Mana bunday pul beradi-da. Bu ham lekin 120 mingni beradi. Mana shunday sistemaga keladi. Endi bu sistemadan x bilan p ni topsak,
Xo'p, butun son chiqmayapti. Demak, mana bu yerda qaysidir sonlarning sferasi xato ketib qolgan. Shu uchun demak x chiqmayapti. Demak, buni mana shu ko'rinishda tashlab ketamiz. Demak, xato bizada emas, qanaqadir sonlarda eslab qolishda xato ketib yozilganda bu. 11-savolga o'tamiz. Chek skemayuvchi geometrik progressiya uchun quyidagilar berilgan. B2 3 ga teng, Q 1/2 dan katta, S 16 ga teng bo'lsa progressiyani birinchi xatini toping debdi. Chek skemayuvchi geometrik progressiya deyapti. Bu bizada yig'indisi B 1/1 minus Q edi. Mana shu demak bizada 16 deb berib qo'ygan. Xo'p, 16 teng ekan demak nimaga? B1 ni bermagan, B1 deyapti. Xo'sh, 1 minus Q ni 1/2 dan kattaligini bergan ekan. Bu demak bo'lmaydi. Mana shu shart berilgan va yana bittasi B2 degani B1 kara Qda. Mana shu 3 ga teng ekan. Mana ikkalasini sistema qilaman deb bo'lib yuboraman. Bo'lib yuborsam demak, xo'p, 16/3 teng bo'ladi. Buni bunga bo'lsak demak, xo'sh, bu 1/Q kara 1/Q bo'lib qoladi-da. Endi buni yechish kerak. 16Q minus 16Q kvadrat. Mana bunday qilamiz buni. 3 ga teng bo'ladi-ku. 3 ni endi mana bunday qilib o'tkazamiz, minusda 3 qilib. Mana tenglik 0. Mana shu tenglamaga keldi bu kvadrat tenglamaga. Demak, bundan Q ni topsak 2 minus ildizda 7/4 chiqar ekan. Xo'p, Q topildi. Xo'p, plus minusda chiqadi, yo'q. Minusligi emas, plusligi olinadi. Chunki 1/2 dan katta degan-ku, kichik deb o'ylabman. Demak, Q mana shunday bo'ldi. B1 ni so'ragan endi. Xo'sh, birinchisiga qo'yib topishimiz mumkin mana. Mana bu yerga yetirib qo'yib topishimiz mumkin buni. B1 teng demak 3/Q ga-da. 3/Q degani Q ga bo'lish kerak. Bu degani teskarisiga ko'paytir degani bilan bir xil. 4/2 plus ildizda 7 da. Barobar demak, qo'yib 12/2 plus ildizda 7 bo'ladi. Lekin bu masalada ham sharti to'g'ri kelmayapti yechimiga. Sababi mana Q 2 plus ildizda 7/4 chiqyapti. Bu 1/2 dan katta, lekin bu 1 dan katta bo'lyapti. 1 dan katta bo'lgandan keyin chek skemayuvchi bo'lmaydi-da. Shu uchun to'g'ri kelmayapti. Demak, buni ham nimadir kamchiligi bor. Xo'p, 12-savolni yechamiz. Tenglamani yeching debdi. Xo'p, demak, buni quyidagicha qilamiz. Chap tomonni o'ziday turaversin. O'ng tomonni o'zgartirish kiritamiz. Mana buni xo'sh, kosinus kvadrat x ni kvadrat deyish mumkin-da. Kosinus kvadratni o'zini 1 minus sinus kvadrat x deymiz. Shuni kvadrat bo'ladi. Endi 5 ta sinusni 4-inchisi x qo'shilgan sinus kvadrat x teng bo'ladi. Xo'p, demak 1 minus 2 ta sinus kvadrat x qo'shilgan sinus 4-inchisi x. Endi bir tomonga o'tkazsak, 4 ta sinusni 4-inchisi x bu ikkalasi qo'shiladi demak 3 ta sinus kvadrat x minus 1 tenglik 0. Endi bu sinus kvadratga bog'liq bir kvadrat tenglama desak, sinus kvadrat x ni bittasi minus 1 bo'lib qoladi. Ikkinchisi esa sinus kvadrat x xo'p 1/4 ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bunisi bo'sh to'plam, bunisi yechimga ega. Xo'sh, sinus kvadrat x 1/4 ga teng. Buni yechishimiz kerak. Endi buni yana daraja pasaytirsak bo'ladi. Ya'ni 1 minus
kosinus 2x taqsim 2 deyish mumkin. Barobar 1 taqsim 4. Demak, bundan kosinus 2x nima bo'ladi? 2 ko'paytirish bo'lib o'tsa 1 taqsim 2, 1 dan ayriladi, 1 taqsim 2 ga teng. Demak, kosinus 2x 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. 2x bundan xo'p, plus minusda arc kosinus edi. Arc kosinus 1 taqsim 2 degani pi taqsim 3 bo'ladi endi. Chunki 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng-ku. Qo'shilgan pi 2 pi ga. Qo'yib 2 ga bo'lsak, demak x imiz chiqadi plus minus pi taqsim 6 qo'shilgan pi ga da. K'imiz albatta butun son. Xo'sh, demak plus minus pi taqsim 6 pi ga. Bu demak B javob. 13-savol endi. Agar sinus alfa qo'shilgan kosinus alfa mana shunga teng bo'lsa va alfa minus pi taqsim 4 0 oralig'ida bo'lsa, sinus 2 alfa qo'shilgan kosinus 2 alfani qiymatini toping debdi. Xo'p, demak, mana buni kvadrat ko'tarib yuborsak, sinus kvadrat qo'shilgan kosinus kvadrati 1 ni beradi. Bu yerda ikkita sinus alfa kosinus alfasi sinus 2 alfani beradi. Barobar bu 1 taqsim 13 ga teng. Bu yerdan sinus 2 alfani topib olish mumkin. Sinus 2 alfamiz demak teng bo'lar ekan nimaga? Minus 1 taqsim 12 taqsim 13. Minus 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Endi mana bu ifodani ham sinus 2 alfaga keltirib olamiz. Qanday keltirsa bo'ladi? Sinus 2 alfa kosinus 2 alfani kosinus kvadrat minus sinus kvadrat desak bo'ladi va kosinus kvadratni o'zini ham 1 minus sinus kvadrat desak, demak 1 minus 2 ta sinus kvadrat alfa deyish mumkin ekanda. Yaxshisi, bunday deb o'tirmasdan mana bunday qilishim mumkin ekan. Ya'ni qanday? Xo'p, sinus 2 alfa chiqdi-ku. Kosinus 2 alfani oddiygina topish mumkin-da. Ayniyatdan 12 taqsim 13 bo'lsa, bu 5 taqsim 13 chiqadi. Endi ishorasini qarasak, minus pi taqsim 4 0 qaysi chorak bo'ladi? 4-chorak. 4-chorakda kosinus qanday? Bizada kosinus. Qo'yib 2 alfani qarasak, 2 alfa minus pi taqsim 2 0 bo'ladi. Ya'ni baribir 4-chorak. 4-chorakda kosinus bizada musbat. Demak, pluslikni o'zi chiqaveradi. Yig'indisini topsak, demak, yig'indi 5 taqsim 13 minus 12 taqsim 13 ni o'zi bo'lib qolar ekan. Bu bizada 7 taqsim 13 ga teng-da. Xo'p. Javob demak B ekanda. 14. Ifodani soddalashtiring degan. Xo'p, soddalashtirsak. Demak, umumiy makhraj beramiz. A plus 1 ni kvadrati bo'ladi. Minusda A minus 1 ning kvadrati plus 4A gara. Xo'p, A kvadrat minus 1. Taqsim makhrajda A minus 1 A plus 1 ni o'zini yozaveramiz. Ko'paygan yuqorida demak A kvadrat plus 1 taqsim xo'p A kvadratni o'zi barobar. Demak, suratni ochib chiqsak, A kvadrat plus 2A plus 1 minus A kvadrat plus 2A minus 1 bo'ladi. Plus bu yoqqa esa 4A kub minus 4A deylik. Ochib chiqdimda. Makraji esa A kvadrat minus 1 deb yozaylik endi. Bu A kvadrat plus 1. A kvadrat bu. Mana. Demak, qisqaradiganlarni qisqartiramiz. A kvadrat minus 1 bilan 1 ketdi. 2A 2A ketdi mana 4A bilan. Demak, qolyapti nima? 4A kub taqsim A kvadrat minus 1 ko'paygan A kvadrat plus 1 taqsim A kvadrat. Xo'p, yuqorida qolyapti 4A kara
a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat minus 1. Bu demak bizada qaysi javob? B javob ekan. 15-savol. Tenglamalar sistemasi nechta haqiqiy yechimga ega degan. Xo'p, demak, buni ko'paytirib yuborsak 4xy teng bo'ladi xy taqsim 1 plus x kvadrat 1 plus y kvadrat. Endi ikkala tomonda xy bor, demak xy ni 0 deb yechim olsak bo'ladi. Bu paytda x va y faqatgina 0 da qanoatlantiradi sistemani. Endi bizada xy ga bo'lib yuborsak bo'ladi. Xo'p, chunki yechimini oldik. Qolyapti 4 taqsim 4 tenglik 1 taqsim 1 plus x kvadrat 1 plus y kvadrat. Endi mana buni mahrajini qarasak, xo'sh, birdan katta son, birdan katta songa bo'lsak 4 ga teng bo'la olmaydi hech qachon ham. Demak, bu yerda yechim yo'q. Demak, faqatgina mana shu 0 yechim bo'lib qoladi. Demak, bitta degan javob. Bu A ga to'g'ri keladi. 16-savol. Demak, integralni hisoblang debdi. Xo'p, bunaqa savol yuqorida ishlab o'tdik. Ya'ni belgilash kiritib yechgan edik. Endi 3x plus 4 ni yana t deb belgilash kiritaman. Hosil olsam 3x dan 3 dx barobar dt. Endi chegarani o'zgartirsak t1. Xo'p, minus 1 ni qo'ysam x ni joyiga 1 bo'ladi. Ikkinchisi minus 2 ni qo'ysam, xo'p, minus 6 qo'shilgan 4 minus 2 bo'ldi. Demak, integral minus 2 dan 1 gacha o'zgaryapti. Dx ni joyiga, demak, mana bu yerda 3 ni bo'lish qilib o'tkazsak, dt taqsim 3 bo'ladi-da. dt taqsim 3 ni qo'yamiz deylik. Taqsim mahrajiga t ni 4-si barobar. Demak, bu minus 2 dan 1 gacha bo'lyapti. dt taqsim 3 t ni 4-si barobar. Endi tenglik, xo'p, t ni minus 4-si bo'lyapti. Bu 1 taqsim 3 darajasiga minus 4 desak, 1 ni qo'shsak minus 3, shunga bo'lamiz. Mana. Demak, minus 2 dan 1 gacha bo'lyapti. Soddaroq qilib yozsak, minus 1 taqsim 9 t kub bo'ladi. 1 minus 2. 1 ni qo'ysak, demak, minus 1 taqsim 9 ni o'zi. Demak, minus ana bu t kub minus ikkinchisi 1 taqsim, demak 9 kara 8 qiladi 72. Mana buni plus qiladi. Baribir o'zini minusi bilan minus bo'lib ketadi. 1 taqsim 72. Mana bunga 8 dan beramiz. Demak, minus 9 taqsim 72 bo'ladi. Bu minus 1 taqsim 8 ga teng. Demak, minus 1 taqsim 8 ni bermagan u. Mana bu javobni berib qo'ygan. Minus 3 taqsim 24 debdi. 3 ga qisqartirsak, bu ham 1 taqsim 8 beradi. Demak, C javob. 17. Funksiyani eng kichik qiymatini toping degan. Demak, sinus 2x. Xohlagan sinus necha x bo'lishidan qat'iy nazar, buni eng kichik qiymati minus 1 bo'ladi-da. Demak, C javob. 18. Trigonometrik tengsizligi nechta butun sonli yechimga ega emas, deyapti. Xo'p, yechimga ega emasligini topishimiz kerak endi. Xo'sh, 4 ta sinus kvadrat x minus 3 ta sinus x katta bo'lyapti. Mana bu kosinus kvadratni yo'qqa minus qilib o'tkazsak, 1 minus kosinus kvadratimiz sinus kvadrat x ni beradi. Endi bu yoqqa qaytarib o'tkazsak, 3 ta sinus kvadrat x minus 3 ta sinus x katta 0 dan 3 ta sinus x chiqsa qavsdan tashqariga sinus x minus 1 bo'ladi. Katta 0 dan. Endi sinus x ni belgilaydigan bo'lsak, oddiy oraliqlar usulida yechsak, xo'p, mana bunday chiqadi-da. 0 bitta ildiz, bittasi 1. Mana bu yoqqa va mana bu yoqqa.
Demak, endi bu nima degani? Sinus x 0 dan kichik degani bittasi. Bu bo'lishi mumkin. Xo'p, sinus x 1 dan katta bittasi. Bu bo'lishi mumkin emas. Xo'p, demak, mana shu 0 dan kattaligini ko'rishimiz kerak. Aytgan, nechta butun sonli yechimga ega emas. Yechimga egaligi bu, mana bu yerda ega emasligini ko'rishimiz kerak. Ega emasligi demak, mana buni qanoatlantirmasligi juda ko'pda. Xohlagan x ni qo'ysak ham, butun sonli x ni qo'ysak ham buni qanoatlantirmaydi-da, birdan katta bo'la olmaydi. Demak, cheksiz bo'lar ekanda. 19 hisoblang. Demak, bu murakkab emas. 48 ni 16 kara 3 deyman. 4 ildizda 3 bo'ladi. Qo'shilgan 75 ni 25 kara 3 deyman. 5 ildizda 3 bo'ladi. 108 ni 306 kara 3 desam 6 ildizda 3. Taqsim demak, ildizda 3 ni o'zi. Ildizda 3 lar ketib qoladi. 4 qo'shilgan 5 minus 6 ni o'zini hisoblasak bo'ldi. Bu demak 9 3 ni o'zi bo'lar ekanda. Javob bo'lyapti. Endi 20-savol. Agar m va n natural sonlar bo'lib, mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, m plus n ifodani eng katta qiymatini toping degan. Xo'p, demak, o'rinli bo'ladigan bo'lsa, m kara n plus 1 imiz 24 ga teng bo'lishi kerak-da. Endi bular natural son deyapti. Ifodani eng katta qiymatini topishimiz kerak keyin. Eng katta qiymatga erishish uchun m plus n iloji boricha yig'inni katta bo'lishi uchun qo'shiluvchilarimiz katta bo'lishi kerak. Xo'p, masalan, 24 1 deb olishimiz mumkin. M ni 24 deb olsam, 24 deb olsam bu yerda n plus 1 1 ga to'g'ri keladi, n 0 chiqadi. Shu paytda yig'indi m plus n 24 chiqib qoladi. Demak, o'z javoblardan ham ko'rib turibmiz, eng kattasi 24. Eng kattasini so'ragan-ku. Shuni o'zi bo'lib qolishi tabiiyda. D javob bo'ladi. 21 ham xuddi shunaqa tipda. Demak, m kara n plus 1 24 debman. 28. Bunda 7 kara 4 bo'lgan 28. Eng katta qiymatini toping degan. Demak, bunda ham 28 va 1 deb olamiz. Shu paytda m 28 bo'ladi, n yana 0 bo'ladi. Yig'indisi nima bo'ladi? 28. M plus n 28 bo'ladi. 29 degan ham javob bor. U bo'lishi mumkinmi? Xo'p, uni keltirishimiz uchun demak, boshqacha tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, masalan, 14 ko'paygan 2 deb tanlasak, baribir kichrayib ketaverar ekanda. Eng katta holat baribir shu bo'lib qoladi. Demak, 28 javob. 22 hisoblang debdi. Xo'p. Bunda 2023 bo'lsa, 2023 ni mana bunday deyman. 2020 qo'shilgan 3 deyman. 2017 ni 2020 ayrilgan 3 deyman. Shunda mana bu 2020 ni kvadrati ayrilgan 9 bo'ladi. Mana bu qo'shilgan 9 bilan 2 ketdi. 2020 ni kvadratidan 2020 ni o'zi chiqadi. Demak, javob B bo'ladi. Xo'p, 23. Tengsizlikni yeching debdi. Xo'sh, endi birinchi ildizni kvadrati degan, ildizdan birinchi chiqadi, keyin kvadratga ko'tariladi. Demak, aniqlanish sohalar bor. Aniqlanish sohalarini yozib qo'ysak, 2x minus 7 katta yoki teng 0 dan. Bundan kelib chiqadi x katta yoki teng 3,5 da. Xo'p, mana bunda esa x katta yoki teng 0. Mana shuni o'zini olsak bo'laveradi. Xo'p, aniqlanish sohamiz deb x 3 ga teng emas misolni o'zida bor. Demak, shu paytda tashlab yuboraversak bo'laveradi. 2x minus 7 taqsim x minus 3 katta yoki teng 3 minus x taqsim x minus 3. Endi bu yoqqa o'tkazib yuborsak 2x xo'p minus 7 minus 3 plus x taqsim x minus 3 katta yoki teng 0 bo'ldi. Demak, 3x minus 10 taqsim xo'p x minus 3 katta yoki teng 0. Katta yoki teng 0. Endi bitta 0 buni chizamiz. 10 taqsim 3 10 taqsim 3 ekan bittasi.
Bu kiradi. Va bittasi 3 uzilgan bu. Katta deyapti, mana bunday ketadi. Demak, mana bu ikki o'raliq yechim chiqdi. Aniqlanish sohamizning o'zi nima edi? 3,5 dan katta. 3,5 dan katta degani mana bu yerda 10 3 dan katta bu. Mana bu yoqqa qarab ketadi. Demak, qarasak, umumiy birlashgani mana bu yoqda bo'lib qoladi, ya'ni 3,5 dan 8gacha. Bu C javobini beradi. Xo'sh, 24. Xo'sh, ABCD teng yo'lli trapetsiyaga aylanayotgan chizilgan deyapti. Agar trapetsiyaning asoslari BC, 4 va A da yo'naldi bo'lsa, ichki chizgiga aylanadi radiusini toping degan. Demak, chizmasini chizamiz. Mana chizmasi mana shunday bo'ladi. Demak, AD degan katta asos bu 16 bo'ladi degan. Kichkina asos BC bu 4 degan. 4. Endi aylanani radiusini topishimiz kerak. Xo'p, biz bilamizki, trapetsiyaga ichki aylanani chizish uchun qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Demak, bu 20 bo'ldi. Mana bu 10 lik kelib chiqadi. Endi mana bu yerdan balandlikni topsak, xo'p, mana bu kichkina kesmacha 16 dan 4 ni ayirib 2 ga bo'lganimga teng, ya'ni 6 ga. Bundan kelib chiqadi h 8 ga teng. H esa o'zi 2 yerga tengda. 2 yerimiz 8 bo'lsa, r ni o'zi 4 bo'ladi. Demak, javob C. Xo'p, 25-savol. Aniq mas integralni hisoblang. Demak, 25-savol. Integral bu ham integral topish kerak. Demak, buni formulasi bor. Kelib chiqishi ozgina murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun formulasini yodlab olgan osonroq. Ya'ni integral dx taqsim x kvadrat qo'shilgan a kvadrat dx bergan bo'lsa, integral mana bunday chiqadi. 1 taqsim a arc tangens x taqsim a qo'shilgan c. Mana shunga qo'yamiz. Demak, bu yerda bizada a yimiz 2 ni kvadrati bo'lyapti, a ni o'zi 2 bo'lib qoladi. Demak, qo'ysak formulaga 1 taqsim 2 arc tangens x taqsim 2 qo'shilgan c chiqadi-da. Mana shu. Bu demak bizada mana b kalitda turibdi. Demak, mana formulani yodlab qo'yamiz. Kelib chiqishini ko'rsatib bermagan, chunki uzunroq bo'ladi. Qanday bo'ladi desangiz, yo'nalishni berib ketaman. Demak, mana bu yerda yozamiz. Yo'nalishga kichkinagina yo'nalish berib ketaman. Endi nima qilinadi? X ni demak, hozir formulani o'zidan keladigan bo'lsak, a kara tangens t deb belgilaymiz. dx topiladi bu yerdan. Yana joyga qo'yiladi. Yuqorida o'rni almashtirish qilib eshitdik-ku, belgilash kiritib. Ana shu misollarga o'xshab davom etib ketaveradi. Oxirida mana shunga keladi keyin. Xo'sh. Keyingisi bu ham shu x kvadrat plus 16 ku. Bu 4 ni kvadrati bo'ladi. Demak, a imiz 4 da. A imiz 4 bo'ldi degani buni integrali 1 taqsim 4 arc tangens x taqsim 4 chiqadi. Qo'shilgan c. Xo'p, bu demak yana B javobda. 27-savol. Arifmetik progressiyada A3 qo'shilgan A9 29 va dastlabki 9 ta'dini yig'indisi 144 ga teng. Progressiyaning 3-si kerak ekan 3-adi. A3 qo'shilgan A9 demak 29 bo'lsa, A3 qo'shilgan A9 29. Xo'p, 9 ta'dini yig'indisi. Bu degani A1 qo'shilgan A9 taqsim 2 ko'paygan nima bo'ladi? 9. Tenglik 144. Mana ikkita tenglik. Demak, 9 bilan 144 ni qisqartirsa bo'ladi 1. 54 ni 9 ga bo'lsak 6 16 bo'ldi. Demak, mana bu A3 qo'shilgan A9, ikkita A1 qo'shilgan. Demak, A3 dan ikkita qoladi, bundan 8 ta, to'g'rimi?
2'ye 8 o'nda de. Barobar 29 bo'ldi. Bundan esa A1 qo'shilgan A9. Bu ham 2 A1 qo'shilgan 8 ga teng. Bu demak 16 kere 2 32 bo'ladi. Mana. Demak, ayirib yuborsak, 10 tadan 8 ta ketsa 2 d barobar 29 ni 32 ni ayirsam minusdan 3 ta d ni topsak, demak minus 3 taqsim 2 d topildi. Endi 3-xatini topishimiz kerak. Bu uchun yana A1 ni ham topishim kerak bo'ladi. Xo'p, masalan, mana bu tenglikni soddalashtirsak, 2 ga bo'lsak, A1 qo'shilgan 4d barobar 16 bo'ladi. Mana shunga keltirib qo'yib A1 topib olaman. Demak, A1 qo'shilgan, qo'yib ayirish bo'ladi-ku minusda. 4 ga ko'paytirsak 3 taqsim 2 ni 6 da barobar 16. A1 demak 16 qo'shilgan 6 chiqadi. Bu bizada 22. A1 ni ham topdim. Endi bizdan nimani so'ragan edi? A3 ni so'ragan edi. A3 A1 qo'shilgan 2 ta dga teng. A1 bizada 22, 2 deyimiz esa 3 ni o'zi bo'ladi. Demak 19 bo'lar ekanda. C javob. Demak, 28-savol. A shahardan B shaharga 3 ta avtomobil bir xil vaqt oralig'i bilan yo'lga chiqdi va B shaharga bir vaqtda yetib keldi. Shundan so'ng ular B shahardan 120 km masofada joylashgan C shahriga qarab harakatni davom ettirishdi. Birinchi avtomobil ikkinchisiga qaraganda C shahriga 1 soat kechroq yetib bordi. Uchinchi avtomobil esa C shahriga yetib borgach, darhol ortga qaytdi va C shahridan 40 km masofada birinchi avtomobil bilan uchrashdi. Agar har bir avtomobilning tezligi o'zgarmas bo'lsa, birinchi avtomobilning tezligini toping degan. Demak, bu masalani birinchi chizmasini chizib tushunib olishimiz kerak. Juda zo'r masala. Xo'p, mana A, B, C. Endi bizada mana buni 120 ligini aytyapti. Xo'p, va yana aytgan birinchi boshidan ketishimiz kerak-da, bir xil vaqt oralig'i degan. Mana shuni tushunish kerak. Bir xil vaqt oralig'i bilan degani, misol uchun soat 9:00 da birinchisi chiqib ketsa, 10 minutdan keyin ikkinchisi chiqqan 9:00 da. Yana 10 minutdan keyin uchinchisi chiqib ketgan. Mana shu ma'noni bildiradi. Bir xil vaqt oralig'i bilan degani. Demak, bundan kelib chiqadi. Masalan, birinchisining tezligi v1 deymiz, ikkinchisining tezligi v2, uchinchisining tezligini v3 deb olamiz. Endi mana bu AB masofani S deb olsak, xo'p, bu S masofani bizada V1 S taqsim V1 masofada vaqtda bosib o'tadi. S taqsim V2 vaqtda ikkinchisi bosib o'tadi. S taqsim V3 vaqtda esa uchinchisi bosib o'tadi, to'g'rimi? Endi bizada ikkinchisidan birinchisini vaqtini ayirganimiz bilan uchinchisidan ikkinchisini vaqtini ayirganimiz tengda. Yoki eng birinchi chiqqani ko'proq bir xil borgan bo'lsa, ko'proq vaqt sarflagan. 2 dan 1 ni ayirganim bilan, xo'p, 2 dan 1 dan 2 dan 1 ni vaqtidan, ya'ni S taqsim V1 dan S taqsim V2 ni ayirganim teng bo'ladi S taqsim V2 dan S taqsim V3 ni ayirganimda. Tushunarli bo'ldi mana shu joyi. Ya'ni bir xil vaqt oralig'ida dedik-ku. Mana bu birinchisini vaqti, mana bu ikkinchisini vaqti, mana bu uchinchisini vaqti. Bir xil vaqtda borgandan keyin uchinchisi kech chiqqan bo'ladi, kam vaqt sarflaydi. Bu undan ko'proq, bu eng ko'proq. Demak, bundan buni ayirsam o'sha oraliq va bu bilan bu ham o'sha oraliqni bildiradi. Endi S lar qisqarib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Mana bunday munosabat hosil bo'lyapti-da. 1 taqsim V1 qo'shilgan 1 taqsim V2 qo'shilgan qo'shilgan emas, tenglik. Xo'p, 2 taqsim V2 bo'lyapti. Demak, mana shu munosabatni olib qo'yaylik. Bizga munosabatlardan yechish kerak bo'ladi-da buni hozir. Endi bittasini topdik. Endi yana bitta munosabat aytgan. Mana bu yerga qaraymiz. 120 km,
Birinchi avtomobil, mana birinchi avtomobil ikkinchisiga qaraganda C shahriga 1 soat kechroq yetib bordi degan. Demak, birinchisi kechroq yetib borgan bo'lsa, u ko'proq vaqt sarflagan bo'ladi. Ya'ni 120 ni u V1 tezlik bilan bosib o'tadi. Ikkinchisi 120 ni V2 bilan. Mana shu farq 1 ga teng deyapti. Demak, bundan 1 taqsim V1 minus 1 taqsim V2 miz nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim 120 ga. Mana bu ham bitta munosabat bo'ldi. Endi yana munosabat bor bitta. Mana shu joyga ham e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, buni yashilda chizay. 3-avtomobil esa C shahriga yetib borgach, darhol ortga qaytdi va C shahridan 40 km masofada birinchi avtomobil bilan uchrashdi degan. Demak, bu bordida qaytib keldi, mana bu yerga 40 km yurdi. Jami 160 km yurgan bo'ladi, bu to'g'rimi? 160 km yurgan bo'ladi. 160 ni demak nima bilan bosib o'tadi? V3 da. Barobar. Bu esa borishni o'zida bosib o'tyapti. 40 km yurmagan bo'lsa 80 km yurgan bo'ladi-da. 80 taqsim nima? Birinchisi deyapti V1. Demak, 80 ga bo'lsak, bundan V3 ikkita V1 ga tenglik kelib chiqadi. Mana bu ham bitta munosabat. Demak, mana shu munosabatlardan foydalanib endi V1 ni topib olishimiz kerak bo'ladi. V1 so'roq bizada. Endi xo'p, mana bu yerda xato bo'lgan. V3 mana bu. Xo'sh, endi nima qilsak bo'ladi? V1 ni topish uchun. Mana munosabatdan mana bunday qilamiz. 1 taqsim V2 ni topsam, bu yoqqa o'tkazsam, 1 taqsim V1 minus 1 taqsim 120 bo'ladi, to'g'rimi? Mana. 1 taqsim V2 ni joyiga mana shuni qo'ysam. Demak, birinchi mana buga keltirib qo'ysak. Mana shuni. 1 taqsim V1 qo'shilgan V3 ni joyiga ikkita V1 qo'yish mumkin. Tenglik 1 taqsim V2 bo'lsa 2 ga ko'paytirsak endi 2 taqsim V1 minus bu 2 ga ko'paysa 1 taqsim 60 bo'ladi-da. Mana. Mana bundan endi V1 ni topsak bo'ldi. Xo'p, demak mana bunga ikkitadan beraman, bunga ham ikkitadan berishim kerak. To'g'rimi? Shunda demak mana bu yog'i 3 taqsim 2V1 bo'ldi. Bu yoqda 4 taqsim 2V1 minus 1 taqsim 60. Endi 1 taqsim 60imiz teng bo'ladi. Xo'p, 1 taqsim 2V1 ga da. Demak, 2V1imiz 60 ekan. Bundan V1 kelib chiqadiki 30 ekan. Demak, mana shu savol menga shaxsan juda zo'r yoqdi. Eng qiyin savolni mana shuni belgilagan bo'lardim. Chunki mana bu bir xil vaqt oralig'i bilan degan gapini tushunishim o'ziga juda ko'p vaqt sarfladim-da. Mana shu savolni yaxshilab o'rganib olinglar. Yana qaytib mabodo sonlari o'zgarib qaytib tushishi mumkin. Demak, buni javobi A javob bo'ldi. 29-savol endi hisoblang degan bu oddiy savol endi. Buni oldida hech nima emas. Xo'p, tenglik mana bu yerdan yozaman. Ildizda 45 ni 9 kara 5 desak, 3 ildizda 5 da minus 20 ni esa 4 kara 5 desak, 2 ildizda 5. Ko'paygan ildizda 5. Mana bu ildizda 5 ni o'zi bo'ladi. Ildizda 5 ko'paygan ildizda 5. Bu bizada 5 ni beradi. Demak, javob A. Xo'p. Endi 30-savol. Tenglamalar sistemasi nechta ildizga ega degan. Xo'p, demak, qo'shib yuborsak buni nima bo'ladi? X kvadrat qo'shilgan y kvadrat qo'shilgan 2xy qo'shilgan x plus y tenglik 41 da. Endi mana buni qarasak, bu x plus y ni kvadratini beryapti, qo'shilgan mana buni o'zi x plus y bo'ladi. 41 ni olib o'tamiz, tenglik 0. Demak, x plus y ni t deb belgilasam, t kvadrat plus t minus 41 tenglik 0 degan
ko'rinishga kelyapti bu. Buni endi yechish mumkin. T'ni topsak, T'imiz quyidagicha chiqar ekan. -1 plus minus ildizda 165 taqsim 2 chiqadi. Endi T ikkita chiqdi bizada. Bu x plus y ni bildiradi. X y ni topsak endi shunga mos. Xo'p, masalan, birinchi holatda -1 minus ildizda 165 taqsim 2 holatida x plus y ni olsak, bu paytda x y'imiz xo'sh 11 dan mana shuni ayirganimiz bo'ladi. Ya'ni 11 dan ayirsak bular qo'shib bo'lib o'tadi. 11 ga umumiy makhraj bersak 2, 22, 23 qo'shilgan ildizda 165 taqsim 2 bo'ladi. Mana shu sistemani yechish kerak endi. Xo'p, buni endi yechadigan bo'lsak, e'tibor qilamiz. Yechmasdan turib yechimi yo'qligini aytish mumkin. Qanday qilib? Masalan, qarasak, mana bu yig'indi manfiy sonda bu. Manfiy son chiqyapti. Yig'indi manfiy degani endi sonlar qaysidir bittasi modul jihatdan kattasi, bittasi manfiy, bittasi musbatda. Ikki xil ishorali son bo'ladi. Lekin ularni ko'paytmasi musbat chiqyapti. Ikki xil ishorali sonni ko'paytirsak musbat chiqadi-da. Manfiy chiqadi-da. Demak, bu bo'lishi mumkin emas. Xo'p, keyingi holatlarni qarasak ham mana shu holatlar ro'y beraveradi. Ya'ni masalan, yana o'zi bitta holat qoldi-da. -1 qo'shilgan 165 taqsim 2 bo'lsa x plus y. Bu holatda x y'imiz demak 11 dan shuni ayirishimiz kerak yana. 11 dan buni ayirsam yana 23, faqat mana bu ildizda 165 taqsim 2 bo'ladi. Endi buni yechishimiz kerak. Xo'p, bunda x plus y mana bu yig'indisi ildizda 165, endi birdan kattaligi aniq musbat chiqyapti mana bu. Bu ko'paytma ham musbat. Bu holatimizda demak yig'indi ham musbat, ko'paytma ham musbat bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holat bo'lishi mumkin-da. Ikkita musbat sonni qo'shsak musbat bo'ladi, ko'paytmasi ham musbat bo'lishi mumkin. Demak, bunda haqiqiy yechim chiqishi mumkin. Endi nechta chiqishi mumkinligini topishimiz kerak. Xo'p, chiqishini topgan bo'lsak, endi mana bundan x ni topamiz. Misol uchun buni o'rniga keltirib qo'ysak, kvadrat tenglamaga keladi-da. Kvadrat tenglamaga kelsa, demak x nima chiqadi? 2 ta chiqadi. X ga mos y'imiz ham nima chiqadi? 2 ta chiqadi-da. Demak, yechimlar juftligi 2 ta bo'lib qoladi-da. Demak, yechim 2 ta bo'ladi. B javob. Xo'p, 31-savol. Xo'sh, hisoblang debdi. Kosinus arc sinus x, arc sinus 1, arc kosinus 1 taqsim 3 degan. Demak, arc sinus 1. Sinus qachon 1 ga teng? Bu pi taqsim 2 ligi ma'lum. Demak, kosinus pi taqsim 2 plus mana shu bo'ladi. Pi taqsim 2 plus alfa deb tasavvur qilsak, ana buni keltirish formulasidan kosinus demak 90 plus alfa ikkinchi chorakka o'tib qoladi. Ikkinchi chorakda bu sinusga almashadi. Kosinus ikkinchi chorakda xo'p manfiy ishorada. Demak, minus sinusda arc kosinus 1 taqsim 3 bo'ladi. Barobar. Endi sinus arc kosinus kelsa minus ildizda 1 minus mana buni kvadrat bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 9. Barobar. Bu demak minus 8 taqsim 9. Bu 2 ildizda 2 degani makhrajdan 3 chiqadi. Mana shu javob bo'ladi. Demak, bu bizada A kalit bo'lar ekan. 32-savol. Integralni hisoblang. Xo'p, buni ham demak yuqorida yechgan formulamiz bor edi-ku, ko'rsatganim. Buni ham o'shanaqa formulasi bor. Ya'ni integral dx taqsim x kvadrat minus a kvadrat bo'lsa, buni integrali xo'p 1 taqsim 2a ln modulda x minus a taqsim x plus a
plus c ga teng bo'ladi. Mana buni ham formulasi bor. Kelib chiqish qiyin emas buni ham. Qo'yib shu formulaga qo'yib yechib ketaveramiz, lekin mana shu formulani yodlasangizlar yaxshiroq. Demak, bizada a 3 bo'lyapti-da, 9 bo'lsa kvadrati a ni o'zi 3 bo'ladi. Demak, 1 taqsim 6 bo'lar ekan, ln x minus 3 x plus 3 plus c bo'ladi-da. Xo'p, kelib chiqishi qanday? Mahrajini x minus 3 x plus 3 deyman. Xo'p, keyin mana bunday kasrga ajratsa bo'ladi buni. Mana bu yerdan yozay. Qo'yish 1 taqsim x minus 3 ayrilgan 1 taqsim x plus 3 desam bo'ladi. Endi e'tibor qilamiz. Umumiy mahraj berib ayarsam x plus 3 ayrilgan x plus 3 bo'ladi. Bu 6 taqsim mana shuni mahrajini berib qo'yadi. Ana bunday qilib olamiz. 1 taqsim 6 qilib, mana bularning o'zi ln ga keladi. Keyin bittasi ln x minus 3 ayrilgan ln ikkinchisi x plus 3 ga keladi. Xo'p, umumiy 1 taqsim 6 ga ko'paytirilyapti mana. Bu kelib chiqishi bilan yechilishi. Umumiy holatda mana bu formulani keltirilishida ham xuddi shu. 1 taqsim 2 ga kelib qoladi. Mana bu 6 ni joyiga a deb olinadi-da, 2 ga keladi-da shu. Xo'sh, mana shu kelib chiqishi. Demak, hozir buni javobi 1 taqsim 6 x minus 3 x plus 3 mana a javob bo'lib qoldi. Endi 33-savol. Muntazam 4 burchakli piramida apofemasi bilan asos tekisligi orasidagi burchak 60 gradusga teng deyapti. Demak, chizmasini chizib olishimiz kerak. Xo'p. Piramida. Mana piramida bo'ldi. Endi aytyapti, apofemasi asos tekisligi bilan 60 gradus tashkil qiladi. Mana bu apofema asos tekisligi bilan bo'lsa mana. Mana bu yer 60 gradusda. Shu yer 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak yaqinlashtiraylik buni, yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, asos tekisligi va orasidagi burchak 60 gradusga teng. Demak, piramida hajmi 96 cm kub. Hajmi 96 bo'lsa, demak v 96 bo'ladi. O'zi hajmi nimaga teng edi? 1 taqsim 3 s asos karash. Asos demak muntazam deyapti, kvadrat bo'ladi a kvadratda endi. Yuzi ko'paygan balandlikda. Mana shu 96 ga teng. Endi balandlikni tushirsak, mana balandlik tushdi. Xo'p, bu 60 bo'lsa, bu f. Xo'sh, mana bu yer asosning o'rtasiga tushsa a taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi qo'yib yozishimiz mumkin. Mana bu yerning 30ligidan xo'p, hashimiz nimaga teng bo'lib qoladi? A taqsim 2 ni ildizda 3 ga ko'paytirilgan, ya'ni ildizda 3 taqsim 2 ga tengda hash. Demak, o'rniga keltirib qo'ysak mana buni 1 taqsim 3 a kvadrat ko'paygan ildizda 3 a taqsim 2 bo'lib qoldi. Xo'p, buni yana soddalashtiradigan bo'lsak, ildizda 3 a kub taqsim 6 bo'ldi. Endi a kubni topadigan bo'lsak, a kub bizada nima bo'ldi? 96 ko'paygan 6 taqsim ildizda 3. Endi ko'paytiruvchi ajratsak, 96 ni 16 kare 6 desam bo'ladi. Mana bunday qilsak bo'ladi. Xo'p, ko'paygan 6 bo'lyapti. Mana bu 6 dan bitta 3 bilan qisqartirsak, mana bu yerda 3 ildizda yo'q. 2 ildizda 3 qoladi. Endi 2 ildizda 3 bo'lsa, bu teng bo'lyapti nimaga? Xo'p, 16 kare 6 96 bo'ldi. 96 ni 2 ga ko'paytirsak 192
2 ildizda 3'da. Demek bundan A'yimiz 4 ildizda 3'lüğü gelip çıkadı. Demek tomonunu topdik. Bizadan nima so'ragan edi? To'la sirtin toping degan. Demek S to'la bizada nimaga teng? Xo'p, 4 ta yon sirtiga teng. 4 ta yon sirti endi A F taqsim 2 dan 4 ta bo'ladi-da. 3 burchak yuzi-ku. Qo'shilgan asos yuzi A kvadrat bo'ladi-da. Xo'p, endi 2 ta AF bo'ldi bu. Qo'shilgan A kvadrat barobar 2 A ni joyiga demak 4 ildizda 3 ni qo'yamiz. F ni joyiga qo'yib F bizada nimaga teng edi? Mana bu yerdan qarasak, qo'yib A ni o'ziga teng bo'ladi. A ni o'ziga teng bo'lsa, demak bir daniga mana bunday qilib yozsak ham bo'lar ekanda. F A ga teng bo'lsa 3A kvadratga teng bo'ladi mana bu deb. 3 ko'paygan A kvadrat. A kvadratimiz 4 ildizda 3 ni kvadrati bo'lib qoladi. Barobar. Demak 3 ko'paygan 4 ni kvadrat kira 3 bo'ladi. 9 ko'paygan 16 da. Barobar. Demak 9 kira 16, 9 kira 6 1. 144 bo'lib qolar ekan. Demak javobimiz A bo'ladi bunda. Xo'p, 34-savol. ABCD parallelogramni tomonlari 10, 16 o'tkir burchagi 60 ga teng bo'lsa, quyidagi chizmadan foydalanib FL kesmani uzunligini topish kerak. Demak, mana bu yerni uzunligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, mana bu yer 10 bo'lar ekan, mana bu yog'i ham 16 bo'lar ekan. Endi mana bu BD diagonalini birinchi topib olishimiz kerak. BD diagonalini kosinuslar teoremasidan topib olish mumkin. Ya'ni qanday? 10 ni kvadrati qo'shilgan 16 ni kvadrati minus 2 kira 10 ko'paygan 16 ko'paygan kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 barobar demak BD ni kvadrati. Endi bu yerdan BD ni topsak 100 qo'shilgan demak 16 ni kvadrati 256 minusda 160 da barobar BD kvadrat. Qo'yib 256 dan 160 ketsa, 156 ketsa edi 100 qolardi, yana 4 ketadi. 196 da. Demak BD ni 14 lik kelib chiqadi. Xo'p, butun son chiqdi. Yaxshi bu. Demak BD 14 ligini topdik, diagonal bor. Endi mana bu ikkita teng uchburchakchalarga ajraladi-da va ichki chizilgan aylana bular. İchki chizilgan aylanani radiusini topishimiz mumkin. Lekin radius bizga kerak bo'ladimi yo'qmi? Shuni topishimiz kerak. Bizga mana bu masofa qiziq bo'ladi-da. Bu masofa misol uchun x bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofa ham x bo'ladi-da. Shunda bizada FL masofani topishimiz uchun 14 dan 2x ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi x ni topaylik. Xo'sh. X ni qanday topsak bo'ladi? Mana buni o'tkazsak, urinmagacha bo'lgan masofalar tengligidan bu yeri ham x, mana bu yoqqa 10 - x qoladi. Mana bu yog'i ham 10 - x. Xo'p, mana bu yoqqa nima qoladi? X + 6 bo'lish kerak bo'ladi-da. Bu yog'i ham demak x + 6 bo'ladi. Aslida x + 6 lekin teng bo'lish kerak nimaga? 14 - x ga. Mana shunday x topishimiz mumkin. Demak 2x tenglik. Xo'p, 16 dan 4 ketsa 8 da, x ni topsam 4 bo'ladi. Demak x ni 4 ligini topdik. Bu yerdan FL ni topish mumkin. Bu degani 14 - 2x ya'ni 8 ketadi. FL bu yerdan 6 lik kelib chiqadi. Demak, javob bizada C bo'lar ekan. Bu ham chiroyliroq savol. Xo'p, va nihoyat oxirgi 35-savolimizga yetib keldik. Chizmada ABCD to'rt burchakka ikkita teng aylana ichki chizilgan. Uning radiusi R teng 1 bo'lsa, to'rt burchak yuzini toping debdi. Demak, bu murakkab emas. Xo'p,
Mana bunda yetkazsam. Mana bu R, bu ham R, bu ham R, bu ham R. Demak, jami 4 R bo'ldi. Bu balandligini beradi. Mana bunda yetkazsam. Bu R, bu R. Mana bu tomon 2 R ni berdi. Demak, umumiy buni yuzi nima bo'ldi? 2 R ko'paygan 4 R da. Bu degani 8 R kvadrat. R ni birligini bergan, demak yuzani o'zi 8 bo'lib qoladi-da. Javob demak C javob bo'lar ekan. Xo'p. Mana va nihoyat sizlar bilan 17-iyulda 2026-yil 1 va 2-smenada asosiy blokda tushgan savollarni to'liq yechimini qilib o'tdik. Xo'p. Nasib qilsa to'xtab qolmaymiz. Oxirigacha, imtihonning oxirgi kunlarigacha hamma savollarni ham, asosiyni ham, majburiyni ham yechimini qilamiz. Faqat bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun albatta kanalga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi va videolarga maksimal darajada sharh qoldirishingiz kerak va eng muhimi motivatsiyani zo'r qilishingiz uchun bizga like bosishingiz juda katta motivatsiyada like bosishingiz kerak bo'ladi. Shundagina bu ishimiz yana bardavom bo'ladi. Shu bilan videoni demak o'z yakuniga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.